Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Hammalarni Qurbon hayiti bilan chin dildan muborakbod etaman. Ilohim dasturxoningizga baraka, ishingizga rivoj tilayman. Juda ham ko'pchilik, ayniqsa ayollar so'ragan ayol qalbi deb nomlangan rasklarimizni ko'ramiz bugun. Sizlarda ikkita versiya. Birinchisi, bu ikkalovi ham ayollarga taalluqli kartalar. Birinchisi точка опоры, ya'ni tayanch nuqtasi. Bunga qizil yulduzcha belgisini qo'yib qo'yganman. Ikkinchisi я женщина, ya'ni men ayolman kartasi. Bunda mana havorang belgimiz bor. Qaysi biriga intuitsiya tushyapti, qaysi birini yuragingiz deyapti, tanlang. Men 7 gacha sanayman. 1 2 3 4 5 6 7 tanlab bo'lgan bo'lsangiz, demak tayanch nuqtasi kartamizdan boshlaymiz. Ochaylik. Mana. Demak, Bismillahirrohmanirrohim. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Bilasiz, bizani raskatlarimiz faqatgina like bosib, obuna bo'lganlargina shifoli bo'ladi. Demak, kartalarimizni yaxshilab chilab oldik. Endi boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, sizlarda nima gaplar? Xuddi cho'kib borayotganga o'xshaysizlar-da. O'zingizni xayolingizda shu darajaga keldingizki, hammasidan to'yib, cho'kib ketayotganga o'xshaysiz. O'z qobig'ingizga o'zingiz o'ralib qolgansiz. Oldingidaqa o'zingizga qaragingiz ham kelmaydi, bir yoqqa borgingiz ham kelmaydi, birov bilan suhbatlashgingiz ham kelmaydi. O'z qobig'ingizga o'zingiz o'ralib qolgansiz. Vahimaga tushib qolgansizda, go'yoki kelsa bir janjal bo'ladigandek, xuddaligi bir takror bo'lgani uchun bir narsa hayotingizda shuning uchun juda ham bezib qolgansiz. Hech kim sizni yo'lingizga yurmaydi-da. Siz to'g'ri maslahat bersangiz, ular noto'g'riga oladi. Arqonni siz u yoqqa tortasiz, ular bu yoqqa tortadi. U yoqqa tortasiz, bu yoqqa tortadi. Shunaqa qilib mana bu aslida mana qum soat belgisi bu. Mana qum soat. Shunaqa qilib vaqt o'tib ketyapti-da. Bekorchi narsalarda hayotingizda vaqt o'tib ketyapti. Siz qancha talpinmang, ular u yoqqa tortadi, siz bu yoqqa tortasiz. Hech ham bir manzilingizga, marraga yeta olmayapsiz. Yo'lingizni topa olmayapsiz-da. Qayoqqa yursangiz ham siz yo'lingizni topa olmayapsiz-da. Hamma narsada, masalan, savdoda bo'lsangiz, unchalik ham savdingiz yurishmayapti. Hayotingizdagi insondan ham xabaringiz yo'q, ko'pchiliklarni. Turmushingiz bo'lsa, janjal, to'polon, ba'zilar farzandsizsiz. Umuman qayerga nima deb borishingiz o'zingiz ham bilmayapsiz-da hozir. Demak, davomini ko'ramiz. Azizlarim, davomi nima bo'lar ekan? Demak, hayotingizga rang kirgizaman deb urinyapsiz, qo'lingizdan kelmayapti. Hech ham mana rang kirgizaman deb hech ham o'sha uy, o'sha ro'zg'or, o'sha hayot, har kungi ish, tashvish, hech qanaqa o'zgarish bo'layotgani yo'q. Qo'lingizdan kelganini qilyapsiz ba'zi paytda. Kelganini qilyapsiz. Lekin baribir o'zgarish bo'lmayapti. Chunki hammasiga sabab bitta. Mana sizni ortingizda amal ziyon qiluvchilar ko'p, dushman ko'p. Dushman ko'p. Aynan dushmaningiz ayol kishilar sizlarda.
sizlar albatta yo'l ochirim qilishinglar kerak azizlarim. Shunaqa deyurarkansizda deyishingiz mumkin. Ba'zilar negativlar ham yozadi, lekin mana bu kartalar aldamaydi, tushgan aytaman. Sizlar ochirim qilishinglar kerak. Demak, endi havorang belgimizni ostidagi men ayolman kartamizda nima deydi bizaga? Bismillahir-rahmanir-rahim. Bu sal kattaroq, shunda sal qiynalaman. Siz ham albatta like bosing, obuna bo'ling. Bizani videolar faqat like bosib obuna bo'lganlarga shifoli bo'ladi azizlarim. Demak, bu kartalarimizni ham sekin to'g'irlaymiz boshladik. Qani nimalar chiqar ekan? Bekitib turamiz. Chunki bu ruslarning kartasida shunaqa ochiq sahnalari ham bor. Buni ham bekitib turamiz. Uzr endi bu rus kartalarida. Shuning uchun ruslarda bilasiz, sal откровенныйroqda. Demak, qorong'ulikdan nur qidiryapsiz. Siz ham hali birinchi versiya kabi juda ko'p narsadan charchadingiz. Xolis qolmadi. Mana. Bir hamdard izlayapsiz, yorug'lik qidiryapsiz. Ba'zida bor nima bo'lsa bo'lar deyapsiz, baribir siz umidingizni uzmayapsiz. Hech narsadan, hech kimdan hali umidingizni to'liq uzmadingiz. Sizning hayotingizda aslida nimalar bo'ldi? Juda ko'p ayyor insonlar uchradi-da sizga. Hayotda juda ko'p mashinali, opqochar ayyor insonlar uchradi. Lekin xursand bo'ling, sizda shular tark etyapti mana. O'zlarini qilgan ishidan o'zlari uyalib, sizning hayotingizdagi mana shu opqochorlar o'zidan o'zi mana tark etyapti, ketyapti hayotingizdan. Xuddi jang maydonida yolg'iz qolgan jangchiga ham o'xshayapsiz-da. Yolg'iz qolgan jangchiga o'xshaysiz. Demak, ikkinchi versiyani ham davomini ko'ramiz. Nimalar bilan tugaydi? Kimgadir dardingizni aytgisi kelyapti-da. Shu onangizni boshiga, onangizni tizzasiga, boshingizni qo'yib yig'lab dardingizni aytgisi kelyapti. Yig'lab dardingizni aytgisi kelyapti. Ba'zilaringizni onangiz ham, otangiz ham yoki onangizni o'zi o'tib ketgan, afsuski, ba'zilaringizni. Onangiz yoki otangiz tirik bo'lgan taqdirda ham ayta olmayapsiz. Chunki hayot bo'lgan taqdirda ham ular kasalda, o'zi mazasi yo'q-ku, yana yuragimni siqamanmi deb dardingiz ichingizda. Mana. Baribir eshitadi sizni. Hayotdan o'tganmi, o'tmaganmi? Agar o'tgan bo'lsa, ruh qo'llab turadi baribir onalarimizni. Baribir hayot bo'lsa ham baribir eshitadi sizni. Lekin sizning hayotingizda nimalardir o'zgaryapti. Chunki mana qo'llab-quvvatlovchilar paydo bo'ladi hayotingizda. Tashab ketgan insonlar qaytib kelishi mumkin. Qo'llab-quvvatlovchilar bor sizning hayotingizda. Keladi, yordam kuchlari kelyapti sizga. Juda ham chiroyli, shikarniy deydi-yu. Juda ham chiroyli hayot kiryapti sizning hayotingizga mana. Shuning uchun yasaning, bezaning, o'zingizni xursand qiling. Sizga juda ham chiroyli hayot kelyapti. Yorug' kunlar oldinda. Demak, bugungi ochirimlarimiz shulardan iborat.
Sizlarni yana bir bor hayit ayyominglar bilan chin dildan tabriklayman. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Kimda kim alohida ochirim qilmoqchi bo'lsa, yo'l ochirim qilmoqchi bo'lsa, nomerlarimni yozib qo'yaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.